Neç pul oldu ikkalasi? Neç pul oldu aka? 13,5. Bunachilar azobunachilar 13,5 bo'ldi jupiga. Ikkitasi bittada 13,5 million so'm. Ma'lumot uchun Andijon. Xo'p. Boshladik akalar. Neç pul oldu? Buzayimiz neç pul oldu aka? 87. Bunachilar 8 million 700 ming so'm bo'ldi. Xo'p, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Samjon YouTube kanali obunachilar, Chorvosh bozor, Qo'shiq bozor. Akalar, uyimiz Andijon, Paxtaobod, Choramol bozoridan barakalardan duosi, bozordan qaytayotgan narx-navolardan duosi chiroyli qilishlarga yoritib beramiz inshaalloh akalar. Necha pul bo'libdi Abduqodir aka? Necha pul bo'libdi navoz? Sotilmadi. Qanchaga? Qancha sotilmadi bilmadinglarmi? Narxni bilishmaydigan sotilmagan narxni. Necha pul oldi? 8. Hunajin ha? 8 million san azobunachilar, hunajinimiz. Bo'lari 1.5 keladi. 8 million so'm to'g'ri ekan, sotilmabdi. Nima olishibdi? Narxinimiz sotilmabdi. Bundan oldingisi. Nech pul oldi bu? 18,5 sotilmadi. 18,5 ga sotilmabdi azobunachilar. Mana buni olsangiz. 8,5. Nech pul olibdi bunimiz? 11 million 200 ming. 11 million 200 ming so'm bo'libdi azobunachilar. Bunimiz-chi bunimiz nech pul oldi aka? 16,5 navosimiz mana. Azobunachilar. 16,5 bo'libdi savdolar. Sigir nech pul oldi? 28,5. Azobunachilar 28,5 bo'libdi. 28,5 million so'm. Mana bo'lmasa. Buni jonli efirda ko'rsatyapmiz azobunachilar. Qiziqqanlar jonli efirga kelib ko'rib qo'ysalar ham bo'laveradi. Azobunachilar. Bozorda to'lga bozorliklar. Qarnaga nech pul oldi? Narxni bilmadim. Sotmadi. Qanchaga? 72. 72 ga sotilmadi azobunachilar. Mana. Hunajinimiz. 1 metr belisiga. Sotilmadi. Nech pul olibdi? 4 million bo'libdi azobunachilar. Qo'chqorim. Ana bo'lmasa. Hola ayta to'ling. Nech pul oldi? Qanchaga? 25. 25 ga sotilmoqda azobunachilar. 25 million so'm mana. Navozimiz. Qancha oldi? 18,5. Mana azobunachilar. 8,5. Ko'p tuqqanida adashmasam, yomon ham ko'p tuqqan mol bo'lishi kerak. 6 tani tuqqan bo'lishi kerak adashmasam ashmoq. Nech pul oldi aka bu? Azobunachilar qayta-qayta o'xshab qayta oldi. Nech pul olibdi bular? Yana bola nech pul olibdi? Nech puldan bo'libdi? Qanchaga? 29 ga. 29 ga ikkalasi sotilmadi. 29 million so'mga sotilmadi azobunachilar. Nomerni ayting. 93lik. 832 80 ha? Telefon qila olasizlar ekan azobunachilar. Telefon nomerlarini bilan aytib qo'ydik. Sotilmaganini. Nech pul oldi bu? 10 million 700 ga sotildi. 11 million 700 ming so'mga sotilmabdi azobunachilar. Zotlik. Buni ajinimiz. 11 million 700 ming so'm. Mana. Inasi ham bor shekilli buni. Bunisi nech pul oldi? 12,5. Xo'sh. Ixtiyor aka nech pul oldi navoz? 2,13. 2,13 azobunachilar. Messi novosimiz. Ana bo'lmasa. Nima sotyapsan aka? Nech pul?
Bittasi nechi pul? Ha? 10 ming so'm. Azobunachilar 10 ming so'm solyapti. Ana shu. 10 ming so'm sotilyapti mana. Ko'ring qoqalar. Nechi pul oldi? 20 milyon. 20 millionga sotilmoqda azobunachilar. Bunimiz nechi pul oldi? Oqimiz. Oling boshqa onasini. Eshitmayapti. 17 yarim. 17 yarim bo'pti azobunachilar. Navochamiz. Nechi pul oldi? 22. 22. Yine balamiz. 22. 2 milyon oldu. Nechi pul oldi? Nechi pul oldi? 28 milyon so'm. 28. 28 ya. Yok, jup emas. Aden o. Narxlarni bilishmaydi ekan azobunachilar. Novas nechi pul oldi aka? Novas nechi pul oldi? 15 milyon 200. 15 milyon. Buni achincha aka? Nechi pul oldi? 24. 24 milyon so'mga sotilmoqda azobunachilar. Mana yana bo'lar, novas bo'lasiz. Mana bo'lmasa. Hurmatli obunachilar, ozgina bo'lsa ham video qilishga harakat qildik qo'ldan kelgancha. Endi to'xtab qoldi. Xo'p, kanalimizga obuna bo'lmaganlar albatta obuna bo'lib qo'yinglar va layklarni gumburlatib, qasaratib bosaverasizlar akalar. Sizlar bilan islomjonimiz bo'ldi. Ajratgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Mana shu bitta novosimiz chiqayotgan ko'rsatib qo'yamiz. Layk bosishni albatta unutmanglar akalar. Novos nechi pul olibdi? Nechi pul oldi? 18 yarim. Azobunachilar. Ana bo'lmasa. Xo'p, hurmatli obunachilar, ajratgan vaqtingizga rozi bo'linglar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Sizlar bilan islomjonimiz bo'ldi.